Ko'pchilik dizel dvigatel egalari o'zlari buzilmaydigan motorlarga ega deb o'ylashadi. Va aksariyat hollarda bu haqiqat. Lekin mana sizga mexaniklar aytmaydigan gap. Dizel dvigatellarning 10 ta nosozligidan 7 tasiga sabab egalar noto'g'ri texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha maslahatlarni amal qilishadi. Sizning dizel dvigatelingiz 800 ming kilometrga xizmat qilish uchun ishlab chiqilgan. Lekin ko'pchilik dvigatellar hatto 130 ming kilometrga yetmasdan ishdan chiqadi. Ikkalasining farqi nimada? 3 barobar arzon turadigan, lekin sizni qimmatbaho ta'mirlardan asraydigan 7 ta texnik xizmat odati. Ushbu videoda men sizga dizelingizni 480 ming kilometr va undan ham ko'proq yurishini ta'minlaydigan 7 ta odatni aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki 5-odatning o'zi eng qimmat dizel ta'miridan sizni asraydi. Boshladik. 1-odat: uzatmalar qutingiz moyini almashtiring. U abadiy emas. Ko'plab dizel egalari butunlay e'tiborsiz qoldiradigan, lekin kech bo'lganda afsus qiladigan odatdan boshlaymiz. Bugungi kunda ko'plab ishlab chiqaruvchilar uzatma moyi umrbod va uni hech qachon almashtirish shart emas deb ta'kidlashadi. Bu eng chalg'ituvchi maslahatlarning biridir. Mana asl haqiqat. Hech bir dizel avtomobil haqiqatan ham ideal sharoitda harakatlanmaydi. Aksariyat dizellar tirbandlikda yuradi, og'ir yuklarni tortadi, haddan tashqari issiq yoki sovuqda harakatlanadi yoki changli muhitlardan o'tadi. Mana shunday real sharoitlar uzatma moyini laboratoriya sinovlarida ko'rsatilgandan ancha tezroq yomonlashtiradi. Uzatma moyingiz faqat yo'g'lash bilan cheklanmaydi. U, shuningdek, sovitadi va tezlikni o'zgartirish imkonini beradigan gidravlik boshqaruvlarni harakatga keltiradi. Dizel dvigatellarda esa bu moy past aylanishda hosil bo'ladigan katta moment tufayli yanada ko'proq ishlaydi. Mana siz uzatma texnik xizmatini e'tiborsiz qoldirsangiz nima bo'lishini ko'rasiz. Moyda lak va mikroskopik metal zarralari paydo bo'ladi. Ular suyuq simpara kabi harakat qiladi. Bu sirpanishlarga tezliklarni qo'pol almashtirishga olib keladi va oxir-oqibat uzatmaning muddatidan oldin ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Bir necha ming kilometrdan so'ng hatto eng yaxshi sintetik moy ham yemirila boshlaydi. Avtomat uzatmalar uchun to'g'ri yondashuv: har 100 ming kilometrda to'liq moy almashtirish. Mexanik uzatmalar uchun esa har 100 mingdan 160 ming kilometrgacha uzatma moyini almashtiring. Variatorli uzatmalar uchun esa ishlab chiqaruvchi belgilagan oraliqlarga qat'iy rioya qiling. Odatda har 50 mingdan 100 ming kilometrgacha. Har doim ishlab chiqaruvchingiz tavsiya qilgan aniq moydan foydalaning. 2-odat: turbokompressoringizni to'g'ri parvarish qiling. Zamonaviy dizel dvigatellarning deyarli barchasida u mavjud. Aynan shu yerda ko'plab egalar jiddiy xatolarga yo'l qo'yishadi. Sizning turbingiz 1 daqiqada 200 ming aylanishgacha ishlaydi va harorati 980 daraja Selsiyadan oshadi. U yashab qolishi uchun alohida parvarishga muhtoj. Turbo dizel bilan eng katta xato intensiv haydovdan so'ng dvigatelni darhol o'chirib qo'yishdir. Issiq dvigatelni o'chirganingizda moy aylanishi to'xtaydi, lekin turbo hali ham inersiya bilan aylanishda davom etadi. Moy aylanishsiz, podshipniklar sozma-soz pishib ketadi. Mana oltin qoida. Avtomagistralda haydaganingizdan yoki og'ir yuk ostida ishlagandan so'ng dizelingizni o'chirishingizdan oldin uni 30 dan 90 soniyagacha bo'sh holatda ishlatib turing. Bu vaqt davomida turbo asta-sekin soviydi va moy aylanishda davom etadi. Suyuqlik bilan sovitiladigan turbinalar ham bundan foyda ko'radi, chunki sovutish suyuqligining aylanishi sovish jarayonida issiqlikni yanada samarali tarqatishga yordam beradi. Moyingizni muntazam ravishda almashtiring va faqat ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan viskozitadagi moydan foydalaning. Turbinalar moy sifatiga juda sezgi. Arzon moy yoki juda uzoq almashtirish oraligi turbo podshipniklarni ishdan chiqaradi va natijada juda qimmat ta'mirlash xarajatlariga olib keladi. Avtomatik start-stop tizimidan ham doimiy foydalanishdan saqlaning. Buning foydasi yetkazadigan zararga nisbatan juda kam. Agar bu maslahatlarni e'tiborsiz qoldirsangiz, yoki tizimingizda metal parchalar aylanib yurishni boshlaganda, dvigatelga jiddiy zarar yetishi mumkin. 3-odat: yoqilg'i filtrlarini har 15 mingdan 25 ming kilometrgacha almashtiring. Zamonaviy dizel yoqilg'isi tarkibida biodizel aralashmalari suv va injektorlaringizni atigi bir necha kilometrda ishdan chiqarishga qodir mikroskopik iflosliklar bo'ladi. Yoqilg'i filtri tiqilib qolsa, yuqori bosimli nasosingiz yanada ko'proq ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa uning erta ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Va bu nasos ishdan chiqsa, ko'pincha butun inyeksiya tizimini ham o'zi bilan birga ishdan chiqaradi. Asosiy yoqilg'i filtrini har 15 mingdan 25 ming kilometrgacha almashtiring. Agar siz qiyin ishga tushish, quvvat yo'qolishi yoki qora tutun paydo bo'lishini sezsangiz, kutmang, bu filtrlarni darhol almashtiring. Filtrni almashtirish inyeksiya tizimi ishdan chiqishining oldini olishi mumkin. Dizel yoqilg'isidagi suv yana bir jimjimador qotil hisoblanadi.
Yoqilgi ajratgichingizni har oy bo'shating. Agar siz doimiy ravishda suv borligini ko'rsangiz, yoqilgi manbangiz sifatini tekshirish vaqti keldi. Yomon yoqilgi dizel dvigatellarni boshqa har qanday narsadan tezroq ishdan chiqaradi. Ko'plab egalar aynan shu yerda xato qilishadi. Yoqilgi filtri faqat kirlarni tozalabgina qolmaydi. U 2000 bar bosimgacha ishlaydigan inyeksiya tizimini himoya qiladi. 4-odat, dvigatel moyini har 8000 dan 10500 kilometrgacha almashtiring. Mana eng bahsli odat dileringiz aytgan hamma narsaga zid keladi. Zamonaviy dizel ishlab chiqaruvchilari moy almashtirish oraligini 15000 dan 25000 kilometrgacha reklama qilishadi, ammo bu sizni asta-sekin buzilishga tayyorlaydi. Benzinli dvigatellardan farqli olaroq, dizel dvigatellar yonish jarayonida normal yon mahsulot sifatida qop-qora tutun, suv hosil qiladi. Bu suyuq tutun moyingizga aralashib, uni xuddi suyuq zimpara kabi qiladi. Eng yaxshi filtrlash tizimlari bilan ham tutun zarralari to'planib, dvigatelingizning ichki qismlarini yemira boshlaydi. Mana haqiqiy holat. Har kuni dvigatellarni ko'radigan dizel mexaniklari qo'llanmada nima yozilganidan qat'i nazar, eng ko'pi bilan har 10500 kilometrda bir marta moy almashtirishni tavsiya qilishadi. Nega? Chunki aynan ular ishlab chiqaruvchi belgilagan intervalga so'zsiz amal qilganlarning dvigatellarini qayta yigishadi. Doimiy moy almashtirish dvigatelni qayta yigish narxining bir qismigina turadi. Bu uzaytirilgan intervallar kafolat muddati davomida texnik xizmat ko'rsatishni tashqi tomondan arzonroq ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan. Lekin dvigatel 190 ming kilometrda ishdan chiqsa, kim pul to'laydi deb o'ylaysiz? Albatta bu siz bo'lasiz. Arzon moy yoki juda uzoq intervalda moy almashtirish turbo podshipniklarni ishdan chiqaradi va bu juda qimmatga tushadigan ta'mirlashga olib keladi. 5-odat, sovutish tizimingizga muntazam xizmat ko'rsating. Dizel dvigatellar ko'proq qiziydi va ko'proq ishlaydi. Shuning uchun sovutish suyuqligiga xizmat ko'rsatish mutlaqo muhim. Sovutish tizimingiz faqat qizib ketishini oldini olish bilan cheklanmaydi. U halokatli nosozlikdan ham himoya qiladi. Sovutish suyuqligini har 2-3 yilda yoki 50 mingdan 65 ming kilometrgacha, qaysi biri avval bo'lsa, almashtiring. Dizel dvigatellar ko'proq issiqlik hosil qiladi va tizimdagi qismlarga ko'proq bosim beradi. Qariyotgan sovutish suyuqligi kislotali bo'lib qoladi va radiator, suv nasosi hamda silindr boshining muhrlarini yemira boshlaydi. Har oyda darajasini tekshirib turing, faqat muammo chiqqanda emas. Dizel dvigatellar benzinli dvigatellarga qaraganda qizib ketishni ancha kam kechiradi. Bir necha daqiqa qizib ketishning o'zi silindr boshini egib yuborishi yoki uning muhrini portlatishi uchun yetarli. 6-odat, sifatli yoqilgi va qo'shimchalardan foydalanish. Mana shu odat rostini aytganda 800 ming kilometr yuradigan dizel dvigatellar bilan 320 ming kilometrga zo'rga yetadiganlar o'rtasidagi farqni yaratadi. Dizel dvigatellarda yoqilgi sifati boshqa har qanday dvigateldan ko'ra muhimroq. Hamma dizel yoqilgilari bir xil emas. Arzon yoqilgida ko'pincha ko'proq oltin gugurt, kamroq samarali tozalovchi moddalar va suv bilan ko'proq ifloslanish bo'ladi. Sizning yuqori aniqlikdagi purkagich tizimingiz buni farqlamaydi, faqat juda kech bo'lmaguncha. Imkon qadar tezroq sifatli dizel yoqilgisidan foydalaning va har bir moy almashtirishda sifatli qo'shimcha qo'shing. Setan ko'rsatkichini oshiradigan, suvni ajratadigan, muzlashdan himoya qiladigan va purkagichlarni tozalaydigan qo'shimchalarni izlang. Bu faqat qishki himoya emas, yil davomida yoqilgi ishlovini qo'llash yoqilgi tizimidagi muammolarning aksariyatini oldini oladi. Oldini olish har doim ta'mirlashdan arzonroq. Yoqilgini uzoq muddat saqlash uchun stabilizator ishlating. 7-odat, har 25 ming kilometrda havo filtrini almashtiring. Mana dizel egalari ko'pincha butunlay e'tiborsiz qoldiradigan texnik xizmat odati. Shunga qaramay, bu yoqilgi sarfi va dvigatelning uzoq umr ko'rishiga bevosita ta'sir qiladi. Havo filtri dvigatelingizni kir, chang va chiqindilardan himoya qiladigan birinchi chiziqdir. Dizel dvigatellari har 1 litr yoqilgi yonishi uchun taxminan 10 ming litr havo talab qiladi. Bu filtringizdan o'tadigan juda katta miqdordagi havo. Agar yetarlicha toza havo bo'lmasa, aralashma juda boy bo'lib ketadi. Bu esa yonishning samarasiz bo'lishi va yoqilgi sarfining ortishiga olib keladi. Tosilib qolgan havo filtri dvigatelingizni ko'proq ishlashga majbur qiladi, quvvatni kamaytiradi va chiqindi gazda qora tutun paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Men dizel havo filtrlari har 25 ming kilometrda yoki har yili almashtirilishini tavsiya qilaman. Lekin agar siz changli sharoitda, shagalli yo'llarda yoki tirband hududlarda harakat qilsangiz, bu oraliqni qisqartirish kerak. Bu 7 odat shunchaki tavsiyalar emas. Ular dizel egasi bo'lib, uzoq muddatli ishonchliligini jiddiy qabul qiladigan har bir kishi uchun majburiyatdir. Ularni qat'iy amal qiling va dizel dvigatelingiz sizga 100 minglab kilometr muammosiz xizmat bilan javob beradi.